Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Ko'pchilik aka-ukalarimiz mana shu Hilux off-road yoki poxodniy qilib tayyorlanishida ko'p darobodkasini so'rashadi. Mana o'rtoqlar GR ga olib chiqilgan, GR ga kerakli bo'lgan hamma narsa qo'yib chiqilgan, tepada palatka qo'yilgan, keyin pastga vanna qo'yilgan, keyin kabina solingan, orqada ham bamperlar usilini qildirilgan, ballon zapaski orqaga minadi, keyin kanistra bo'ladi. Mana buni ham ocharing, o'g'il. Mana bu ham bezopasnost uchun mana oynasiz mana bunaqa shkopli qilib qilingan. Mana o'rtoqlar ko'pchilik aka-ukalarim so'raydi, endi bu diskalar qo'yilmagan, bodga qo'yilgan narsa snooker qo'yilgan. Keyin oldiga libyotka qo'yilgan. Libyotkani ham har xili bor. O'rtoqlar $3000 dan xuddi shunday ko'rinishda to $8000 bor. Endi albatta hammasi har xil kompaniyaniki ishlab chiqarilgan. Snooker ham boshlanishi $50 dan $150 gacha snookerlar. Hop, oldida libyotka ham o'rtoqlar $150 dan $500 gacha bor. Mana shunaqa ketaveradi, hisoblab beramiz. Qaysi biri to'g'ri kelsa, o'shani mana shunaqa holatda qilib beramiz. Ya'ni poxodniy ham off-road. Mana tayyor bo'lgani. Bu Hilux o'ziga qarab ketaveradi. Hilux komplektatsiyasi ko'p bor. Dizelli bor bizda, dizellidan keyin benzinli bor. Keyin mana GR endi bu en full komplektatsiya, bu javdanuniy hisoblanadi. Mana hozir уже tayyor bo'lib qoldi. Ham bismillah mana chiqamiz. Mana narvondan. Holatka ham juda ham keng. Mana kishilik. Как romantika ham shu yerda. Mana shu уже hamma ishlarni yo'lga qo'yib bo'lib, уже odam davrga charchaydi. Charchagandan keyin shunda Hilux tayyorlab qo'yasizlar. Shunda o'tirib ketdi-da. Qiradirlarda tog'li hududlarga borib, dam olib, kallani joyiga qo'yib, svesh bo'lib qaytadi. Bo'lmasa, hozir aka-ukalarimiz surla qilishyapti qo'shni davlatlarga. O'shalarga qo'shilib olib, o'shalar bilan ket boza degan joyi. Bemalol aloqaga chiqurasizlar o'rtoqlar. Mana shunaqa kerak bo'lsa, Hiluxdan ham shu yerda o'zidan darobodga qilib, kerakli bo'lgan off-road yoki poxodniy qilib tayyorlab beramiz o'rtoqlar.